Salom, bu Mikmak kanali va bugun men Akinator o'yinini o'ynab, unga eng mashhur animelardagi va anime o'yinlaridagi personajlarni topishini so'rayman. Ko'ramiz, u bu ish qila olarmikan. Keling, birinchi osonroqdan boshlaymiz. Gojo Satoruda u juda mashhur va uni topish beribcha oson bo'ladi. Sizni personajingiz hayotda bormi deyapti va yo'g'i bosdi yoki kimdir Gojo Satoru hayotda ko'rganmi? Sizni personajingiz kiyimi bormi deyapti. Albatta bor. Yoki kimdir Gojoning kiyimisiz ko'rganmi? Siz personajingiz qiz bolami deb so'rayapti. Qiz bola Gojoni ko'rmoqchi bo'lganlar nechtamiz? Estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando. Esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte. Allá abajo mojarte toda la parte. Siz personajingiz qulog'i odamnikiday deb so'rayapti. Yo'q, bilyat qo'yikiday. Siz personajingiz birorta anime yo mangaga bog'liqmi deyapti. Menimcha u yaqin kelyapti. Siz personajingiz sochi qorami deyapti. Yo'q, Gojoni sochi oq. Siz personajingiz sochi sariqmi? Yo'q. Siz personajingiz sochi oqmi deyapti. Menimcha u o'sha topdi shekilli. Siz personajingiz ko'ziga narsa bog'lab olganmi deyapti. Ha. Siz personajingiz jodugarlar jangidanmi deyapti. Menimcha u topdi shekilli. Ha, u topdi. Bu Gojo Satoru. Keling endi Naruto ko'rganlarning ko'plariga yoqadigan Itachini so'rab ko'ramiz. Siz personajingiz real hayotdanmi? Yo'q. Naruto ko'rgan nechta qizlar hozir Itachi hayotda bo'lishini xohlardi. Siz personajingiz kiyim kiyadimi deyapti. Endi bunga nima deb javob berishimni o'zingizlar ham bilasizlar. Siz personajingiz qiz bolami deyapti. Men qiz bola Itachini ko'rgan bo'lardim. Siz personajingiz Jinmi deyapti. Ha, u meni birinchi tilagimni amalga oshirgan, Uchiha klanini qirib tashlagan. Siz personajingiz kallasi odamnikidaymi deyapti. Yo'q, bilan trollikiday. Siz personajingiz birorta anime yo mangadanmi deyapti. Siz personajingiz sochi qorami? Ha, Itachining sochi qora. Siz personajingiz animeda bosh qahramonmi? Yo'q, Itachi ikkinchi darajali qahramon. Siz personajingiz yaxshimi deyapti. Men bunga yo'q derdim, ammo uni maqsadi yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun qani bosdim. Siz personajingiz ukasi bormi deyapti. U Naruto animesidanmi? Menimcha u topdi. Siz personajingiz qizi bormi? Yo'q, o'g'li bor. Personajing oilada katta farzandmi deyapti. Personajing onasini o'ldirganmi deyapti. Nafaqat onasini, butun klanini o'ldirgan. Va u topdi. Bu Itachi Uchiha. Pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em citar. Agar senga bu video yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosib qo'y. Bu sen uchun qiyin emas, ammo bu meni juda ham xursand qiladi. Keling endi birorta qiz bolani so'rab ko'ramiz. Masalan, anime olamidagi eng taxta personaj va Naruto ko'radigan hammaga yoqmaydigan Sakurani. Siz personajingiz hayotdanmi? Yo'q. Siz personajingiz kiyim kiyadimi? Sakuraning kiyimsiz ko'rganlar nechtamiz? Siz personajingiz o'g'il bolami? Yo'q, Sakura qiz bola. Siz personajingiz qulog'i odamlarnikidaymi deb so'rayapti. Siz personajingiz animedanmi deyapti. Ha. Personajning sochi qorami deyapti. Yo'q. Yana personajing maktabda o'qiydimi deyapti. Yo'q, Sakura maktabda o'qimagan. Yo, u birortalar sinfdoshilarmi? O'zi bilan qurol olib yuradimi deyapti. Ha. Siz personajingiz sochi pushdimi deyapti. Ha, Sakuraning sochi pushdi. Personajing iblislar qotili animesidanmi deyapti. Yo'q. Seni personajing yomonmi deyapti. Yo'q. Seni personajing biror video o'yindanmi deyapti. Yo'q. U animedan. U Naruto animesidanmi deyapti. Ha, menimcha u yaqin keldi. Seni personajing o'lganmi deyapti. Afsus, lekin u o'lmagan. Seni personajing jamoasi bormi deyapti. Ha. Va nihoyat u topdi. Sakura Haruno. Keling endi Sakuradan chiroyliroq qiz Makimani so'rab ko'ramiz. Seni personajing hayotda bormi deyapti. Men bo'lishini xohlardim, sizlarchi? Seni personajing hayvonga o'xshaydimi deyapti. Yo'q, albatta. Seni personajing sochi bormi deyapti. Yo'q, bilan Makima kal. Seni personajing qiz bolami deyapti. Ha. Seni personajing o'yindanmi deyapti. Yo'q. Seni personajing animedanmi deyapti. Ha. Sochi qorami? Yo'q. Maktabda o'qiydimi? Yo'q. Sochi pushdimi? Ha. Personajing qilich ishlatadimi deyapti. Yo'q. Personajing bolasi bormi deyapti. Mendan bo'lganda qarshi bo'lmasdim. Personajing shoxi bormi deyapti. Yo'q. U odamlarni o'ldirganmi? Ha. U Arro odam animesidanmi? Ha, u menimcha topdi. Ha, u topdi. Makima. Keling endi iblislar qotili animesida bo'lgan birinchi oliy oyini so'rab ko'ramiz. Qani u topa olarmikan? U hayotda bo'lganmi? Yo'q. U kiyim kiyadimi deyapti. Ha. Uni qulog'i odamlarnikidaymi deyapti. Ha. Sen personajing sochi qorami deyapti. Ha, qisman qora. Personajing yovuzlik bilan kurashadimi deyapti. Yo'q. U kimdir o'ldirganmi deyapti. Ha, juda ham ko'p kishini o'ldirgan.
U 100 yoshdan oshiqmi deyapti. Ha. U demonmi deyapti. Ha. U shlyapa kiyadimi deyapti. Yo'q. U qilich ishlatadimi? Ha. U iblislar qotili animesidanmi? Ha. U 50 yoshdan kattami deyapti. Boya aytganimdek, ha. Va nihoyat u topdi. Kukushiba, birinchi oliy oy. Keling endi Ruot Sol qirolichasi Raiden Shogunni so'rab ko'ramiz. U hayotda bormi deyapti. Sizlar bilmadim, ammo menga bo'lsa yaxshi bo'lardi. U kiyim kiyadimi deyapti. Ha, afsus. U qiz bolami deyapti. Ha. U multfilmdanmi deyapti. Yo'q. U birorta o'yindanmi deyapti. Ha. U qurol ishlatadimi? Ha. U telefon o'yindanmi deyapti. Ha. Genshin Impactdan. U olovga bog'liqmi deyapti. Yo'q. U elektrga bog'liqmi deyapti. Ha. U o'zini davlatning boshqaruvchisimi deyapti. Ha. U o'lganmi deyapti. Yo'q. Savolni o'zim ham tushunmam, takshto yo'q. U boshqaruvchimi deyapti. Ha. Sen personajning legendami deyapti. Ha, u Ruot Sol legendasi. U 21 yoshdan kattami deyapti. Men bilmayman. 18 yoshdan kattami? Ha. Savollar ham tushunmam, shuncha o'tkazib olamiz. Nihoyat topdi Raiden Shogun. You are an exception, it appears. Exceptions, the enemy of eternity. Keling endi Uchihalar arvohi Madara Uchihani so'rab ko'ramiz. U hayotda bormi deyapti. Yo'q. U kiyim kiyadimi deyapti. Ha. U qiz bolami deyapti. Yo'q. U jinmi? Yo'q. Uni kallasi odamnikidaymi? Ha. U biror bir anime yo mangadami? Ha. Sochlari qorami? Ha. U bosh qahramonmi? Yo'q, u bosh yovuz. U yaxshilik tomonidanmi? Yo'q. U 100 yildan oshiq yashaganmi? Ha. U demonmi? Yo'q. U Narutodanmi? Ha. U Uchihami? Ha. U branya taqadimi? Ha. Va u topdi Madara Uchiha. Hey Gramps, who are you? I am the ghost of Uchiha. Gojoni topdi. Endi uni raqibi Sukunani topa olarmikan? U jinmi deyapti. Yo'q. Uni ko'zi ikkitami deyapti. Ha. Uni kimdir taniydimi deyapti. Ha, va juda ham ko'p kishi taniydi, chunki u eng hayboy animelardan biri Jodugarlar jangi animesida. U ikkita oyoqda yuradimi deyapti. Ha. Uni kiyimi bormi deyapti. Ha. U gigantmi deyapti. Yo'q. U real hayotdanmi deyapti. Yo'q, u animedan. U 30 yoshdan kattami deyapti. Ha. Uni sochi bormi deyapti. Ha. U animedanmi deyapti. Ha. U qilich ishlatadimi? Yo'q. U qiz bolami? Yo'q. U 100 yildan ko'p yashaganmi? Ha. U Jodugarlar jangida menimcha u topdi. Uni 4 ta ko'zi bormi? Ha. Va nihoyat Ryomen Sukuna. La vida es un Endi esa Titanlar hujumidagi Mikasa Ackermanni so'rab ko'ramiz. Qani topa olarmikan? U hayotda bo'lganmi deyapti. Yo'q. Uni kiyimi bormi? Ha. U qiz bolami deyapti. Ha. U multfilmdanmi? Yo'q. U video o'yindanmi? Yo'q. U prikolmi deyapti. Yo'q. U animedanmi deyapti. Ha. Sochlari qorami? Ha. Uni telefoni bormi? Bu cringe-ga nima deb javob berishim bilmayman. U demonmi deyapti. Yo'q. U qilich ishlatadimi deyapti. Ha. U Demon Slayer animesidami deyapti. Yo'q. U titanlarga qarshi kurashadimi? Ha. U ochki taqadimi? Yo'q. U sharf taqadimi? Ha. U o'lganmi? Yo'q. Va nihoyat topdi Mikasa Ackerman. Endi esa men uchun eng qiziq bo'lgan Mitani so'rab ko'ramiz. U hayotda bo'lganmi? Yo'q. Uni kiyimi bormi deyapti. Ha. U qiz bolami deyapti. Ha. Multfilmdanmi? Yo'q. Video o'yindanmi? Ha. U o'zi bilan qurol olib yuradimi? Ha, va juda ham ko'p. Telefon o'yindanmi? Yo'q. Sen personajning boshqarasan deyapti. Yo'q. U avtomat ishlatadimi deyapti. Yo'q. Uni qulog'i odamlarnikidaymi? Ha. U yovuzmi? Ha. U ujus o'yindanmi? Ha. U maktabga bog'liqmi? Yo'q. U qasrda yashaydimi? Yo'q. U arra ishlatadimi? Ha. U 40 yoshdan kattami? Yo'q. Va nihoyat topdi Mita. Shu bilan video tugadi. Shu yergacha ko'rganing uchun senga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.